Martaga qarang, sizga bitta taklifim bor. Hozir obunachilar shunaqa yondirishyapti. Telegram xullas o'zim ham shoshib ketyapman. Telegram kanalga shunaqangi qattiq aksiya bildirishyapti. Lekin bitta taklifim bor sizga. Qarang. Bundan oldin siz uy sovg'a qildingiz. Eng aktiv obunachiga. Endi bizni mana shu yig'ilib turgan obunachilarga ham bitta uy sovg'a qilasizmi? Mayli. Sovg'a qilaymi? Ana, men mana shu narsani kutib turdim. Va nihoyat bu narsaga biz mana o'zlaridan ruxsatni oldik. Ana endi aktiv bo'lgan obunachiga mana uy sovg'a qilishadi va undan tashqari uy sovg'a qilishgacha. Uy mayli, bu super sovg'a bo'lsin. Ya'ni uy bu super sovg'a va o'sha uydan tashqari mayli, chunki bitta narsada o'tgan safar ham uy bir kishiga nasib qiladi-ku. Qolganlar baribir aktiv ko'rsatadi, harakat qiladi va aynan uy bir kishiga nasib qilgandan keyin qolganlar biroz xafa bo'lib qolishadi. O'shaning uchun keling kunlik qanaqadir bularga motivatsiya beraylik. Har kuni har xil sovg'alar beraylik va super sovg'a sifatida uy menimcha yaxshi bo'ladi. Albatta mana uy bor bizda, super sovg'a va undan tashqari uygacha bo'lgan muddatda har kuni bizda sovg'alar bo'ladi deb aytyapsiz. Va u sovg'alar sovg'a keling izohda yozishsin. Bo'ldi. Kommentariyada yozib tashinglar. Telefoningizlarmi, naushnikmi, uyga skitkami, pulmi? Bangilab tashlaymiz, lekin uy bor, glavniysida. Ertadan boshlaymiz. Qarab turing lekin, juda ham aktiv bo'lishadi. Men bunga 100% ishonchim komil. Sovg'a tarqatish ertadan boshlaymiz. Super sovg'a uy bo'laveradi yaxshi. Biz kelishdik. Unda boshlaymiz.